Kvartirani o'rniga yevropeyskiy stilda qurilgan kompaktliroq kottejlar qidirayotganlar uchun zo'r variantini sotuvga chiqarildi. Uyimiz Bektemir tumanida joylashgan, bir sotuv maydonga joylashgan bo'ladi. Shunaqa bitta hovlichasi bor. Bu yerda hovlicha umumiy sanuzel, podvollarga ham ega, tashqaridan tushiladi. Uyimizning remontlariga alohida o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Yevropeyskiy stilda qurib remont qilingan, juda ham zo'r did bilan remont qilingan, sifat bilan remont qilingan. Hop kirib ko'rishimiz shunaqa bitta hol bo'ladi. Bu yoqqa divanni qo'yib, televizor iladigan joylari ham bor. Hop oshxonamiz shundoq to'g'ri joylashgan bo'ladi. Razdejnoy eshigini qilib qo'yilgan. Mana shuni tortib oxirigacha ochib qo'ysa, bitta katta sudiyli variant bo'ladi. Bemalol bu yoqqa mebellarni ham qo'yib, ovqatlanib pishiradigan sharoitlari bor bemalol. Bu birinchi qavat uchun umumiy sanuzel. Sanuzelning hamma joylari sifatli materialda ishlatilgan. To'g'rida yursak, bu yog'imiz kattagina mehmonxona qismi bo'ladi. Mehmonxonamiz ham bunaqa kottej uchun razmerlari zo'r, to'g'ri joylashgan. Bemalol divan zoni ham, stol stullardan ketaveradi bu yoqqa. Eshiklarni ham zo'rlardan qo'yishgan. O'zi uyga kirsanglar, yalt etib turibdi uyimizda ham. Hop, yo'lda ikkinchi qavatga chiqaverish. Katta mana splashli oynalar qo'yilgan. Shuni o'zi ham vid berib turibdi, chunki uyimiz uglovoyda joylashgan. Zillari ham, bo'ylari ham oppoqqina. Hop, chap tomonda bizda spalniy qismi bo'ladi. Kattalar yotoqxonasi, qaranglar. Bu ham kattagina razmerda, bemalol shkaflar ham, kravatina ham joylashadi. Remontlari zo'r chiqqan, uglovoyda joylashgan. O'zining balkonlari ham bor. Yop-yorug' o'tiribdi, ko'rib turibsizlar. Uyimizda teplokor radiatorlar hamma narsasi qo'yilgan. Bu yoqda mana bitta детский xonamiz. To'g'rida bo'lsa, mana yana bitta spalniy xonamiz bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, razmerlari ham zo'r. Va ikkinchi qavat uchun yana bitta umumiy sanuzel. Uyimizda shu bilan 3 ta umumiy sanuzel bo'lyapti. Buni qaranglar, juda ham zo'r kafelar terilgan. Hop, uyimizni ko'rdinglar. Zo'r, kompaktli uchastka, sentrdan kvartirani sotib, bemalol ko'chib kelsanglar bo'ladi. Hop, manzilimiz Bektemir tumani postidan, eski Bektemir postidan 500 metr o'tganda joylashgan bo'ladi. Shundan katta ko'chadan bir 100 metr joylashgan, 4 ta kottej tushgan. Hozircha bitta donasi sotuvda, bo'lib qolinglar.